Men o'zim obunachilarimga iloji boricha yaxshi lokatsiyadan, qo'ni-qo'shnisi yaxshi bo'lgan joydan uylar reklama qilish yaxshi ko'raman. Hozir ham bitta shunaqa zo'r joyga kelganmiz. Shayxontohur tumani eski Jarariq mahallasi bo'ladi. Betonkadan boyog'i 300-400 metr kirganingizda mahallasini ko'ryapsizmi? Tinch, juda ham sokin. Sizlar bilan birga mana shu chap tarafimda turgan 7 sotuli plus 1 sotu zahvati bor uyimizni sotuvga kelganmiz. Hozir birga obzor qilib chiqamiz. Qani, ketdik. Darvozaxonamizda bemalol 3 ta 4 ta mashina sig'dirsangiz bo'ladi. Hop, chap tarafda asosiy binolarimiz keladi. Bu yerda 5 ta xona, oshxona, sanuzel, yuvishxonasi bor. Uyimizda umumiy 8 ta xona, 2 ta sanuzel, 2 ta oshxonasi bor ekan, bittasi hali bitmagan ekan. 2 ta oila uchun menimcha yaxshi variant bo'ladi. U yoq tarafi yangi qurilgan uylar ekan, ko'rib turibsizlar. Огородlarni ham chiroyli qilib parvarishlab qo'yishibdi. Uyga mehr beradigan oila ekan. Shunaqa odamlar uy olsangiz, albatta barakasi bo'ladi. Yana bir narsa, uyimizdan orqa tarafdan yangi yo'l tushayotgan ekan. O'tdan istirohatga yo'l tushar ekan. Agar siz bu joy oladigan bo'lsangiz, ikki taraflama eshik qilishingiz mumkin bo'ladi. Yoki kottejmi uy qurib sotadigan bo'lsangiz ham ikki taraflama daraza qilsangiz bo'ladi. Sababi u yoq tarafga yangi yo'l tushyapti. Xonalar ishlarini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan. Uyimizni ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib, tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Siz olmaysiz, balki sizni tanishingiz olar, hisobiga sherik bo'lasiz. Qadrdonlar, like ayami bosib turing, yaqinda like bosganlarga ajoyib sovg'a ham bor. Uyimizni fasad uzunligi 15 metr bo'pti. Общий umumiy 7 sotu plus 1 sotu zahvati ham bor. Dokumentlar joyida. Shayxontohur tumanini bilasizlar. Gaz, svet, suvda umuman muammo yo'q. Mahallani ko'rasizlar. Vashchi gap yo'q lekin bosib oladigan joy. Starting narxi $45,000 deyapti. Yana kelishib beradigan joy bor. Qiziqqanlar uchun men pastdagi raqamni qoldiraman. Telefonga bog'lanaverasizlar.